Sumalakdan tosh topdim, bir parcha quyosh topdim. Ko'ksimda yondi umid, bir ajib sirdosh topdim. Mo'jizali mo'jastosh, yo'llarimda bo'l yo'ldosh. Bir umr mushtoq o'tdim, tugadi tog'dek bardosh. Mo'jizali mo'jastosh, yo'llarimda bo'l yo'ldosh. Bir umr mushtoq o'tdim, tugadi tog'dek bardosh. Bugun Farg'ona viloyat adliya boshqarmasida sumalak sayli. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi viloyat adliya boshqarmasining team building dasturi doirasida tashkil etilgan bugungi sumalak saylimizda boshqarmamizning barcha xodimlari, shu bilan birgalikda tuman shahardagi adliya bo'limlarining vakillari ham ishtirok etyapti. Biz jamoamiz bilan birgalikda bahorni aynan sumalak sayli bilan boshlaymiz. Sumalak viloyat adliya boshqarmasida har yili solinadi. Mana bugungi sayl munosabati bilan jamoamizning bir qismi ko'kchuchvarlar tuzish bilan bora, ikkinchi yana bir qismi esa kalpaklar tayyorlaymiz. Umuman bahoriy taomlar tayyorlanadi va birgalikda mana shu taomlarni jamoa bilib o'tirib iste'mol qilishni ham gashti o'zgacha. Keling birgalikda kuzatamiz. Kun boshida kamalak, doshqozonda sumalak, Navro'zi olam kelar, boshida nur chambarak. Niyati yaxshi bo'lsin, qadami qutlug' bo'lsin, Navro'z yozgan dasturxon rizq bilan to'liq bo'lsin. Kun boshida kamalak, doshqozonda sumalak, Navro'zi olam kelar, boshida nur chambarak. Kun boshida kamalak, doshqozonda sumalak, Navro'zi olam kelar, boshida nur chambarak. Barcha tizimdagi xodimlar bilan birgalikda bahor kelishi bilan sumalak saylini boshladik. Sumalak bu asosan bu eski ota-bobolarimizdan qolgan taom hisoblanadi. Buni doimo uydagilar kelishar edi. Mana oila davrasida doim erta bahorda qilinadigan taom hisoblanadi. Buni ramzi bu ahillik, baraka, hamjihatlik men uchun bir oila bo'lib qolgan adliya. Shuning uchun birinchi bo'lib mana ishxonamizdan, adliya boshqarmasidan boshladik solishni. Hamma taomni hamma uyda o'zi yakka qiladi. Oila a'zolari sumalak bo'lsa ko'pchilik bilan, mahalla bilan, qo'ni-qo'shni, qarindosh urug' bilan mana biz ishxona kollektiv bilan so'ylamiz. Mana shu jihatlari bizga yoqadi, ko'pchilik bilan bo'lganligi. Sumalak bu shu Navro'z ramzi deb o'ylaymiz. Bahorda yangilanishni. Sumalak oila bilan ham qilinadi. Mehnat jamoa bilan qilingan sumalak bu boshqacha-da baribir. Sumalakdan tosh topdim, bir parcha quyosh topdim. Ko'ksimda yondi umid, bir ajib sirdosh topdim. Sumalakdan tosh topdim, bir parcha quyosh topdim. Ko'ksimda yondi umid, bir ajib sirdosh topdim. Mo'jizali mo'jastosh, yo'llarimda bo'l yo'ldosh. Bir umr mushtoq o'tdim, tugadi tog'dek bardosh. Mo'jizali mo'jastosh, yo'llarimda bo'l yo'ldosh. Bir umr mushtoq o'tdim, tugadi tog'dek bardosh.